Germaniya dairleri bir Uygur'unu Xitayga qaytırdı. Qadrli görürmenlerimiz. Elbette bu haber oturğa çıkandan buyan bütün dünyadaki Uygurlar bilmegen Uygur qamagan bolsa gerek. Tafsilatıga hele Doktor Erkin Ekrem bilen söhbetleşke vaqtida kirimiz. Bununki meyli ictimai fikir vasıtırda bolsun, meyli istiqlalda berilgen haberler bolsun. Halkımız nurgun şekilde her xil inkaslarını yizib otudu, her xil fikirlerde bulup otudu. 21 yaşlıq Arafat Adil 2017-ci ailesi bilen chet elge çıkıp Türkiye'de yaşap gelgen ve keyin Türkiye puhralıqıga erişken. O bir yıl burun Germaniyaga panahlık tilep bargan bulup, panahlık basqıçlarının tamamlaşını kütüp durvatkan mezgilde onun anısı daha tuyuqsuzlamış 21. iyul ictimai taratqularda sınıq çağırıq tarixtib, oğlunun Germaniya saqçıları tarafından tuyuqsuz tutup ketilganligini ve onu Xitayga qaytarmoqchi bo'lganligini mushu sında yardım talep qilib taqitib qo'ysanlar deb e'lon qilish bilan dünya bilgan bo'ldi. Teşkilatlar albatta tegishli bunun keyin yo'lini mang'alligini bildik. Afsuslanarligi bu chaqiriq e'lon qilingandan keyin Arafat Adil qisqa vaqt ichida Germaniya doiralari tarafidan Frankfurt aerodromidan Beijingga yo'lga selib etilgan. Qashqar vaqtining dalillashicha Frankfurtdagi Turkiya konsulxonasining bir amaldori Arafatning 21 iyul shu joy vaqti soat 14:17 da Frankfurt aerodromidan yo'lga chiqib, 22 iyul atiganda Beijingga qo'ngan aeroplanda yo'lga selib etilganligini bildirgan. Türkiye amaldori Germaniyaning munosabatli ko'chmanlar idorasi bilan aloqalashib, Arafatning Turkiya fuqaroligini isbotlaydigan kimlik hujjatlari bilan ta'minlash orqali uning Xitoyga qaytarilishini oldini olishga tirishgan. Ammo bu isbotlarga qaramay, Germaniya doiralari bosh elchixonaga Arafatni Xitoyga qaytarishining plan bo'yicha ijro qilinganligini aytgan. Ammo Xitoydagi Turkiya bosh elchixonasining alohida kuch chiqarishi bilan uning 23 iyul saharda Beijingdan Istanbulga salomat qaytib kelib, oilasi bilan cem bo'lganligi haqidagi xabarni hammamiz bildik, qadrli ko'ruvchilarimiz va hatto Selçuk Universitetininki o'qituvchisi Doktor Adiljon Aruyg'urmi biz Istiqlolninki bizning so'rgan savollarimizga bergan javoblarini yozma xabarimizda tafsiliy holatda sunduq qiziquvchilar u yerdan ko'rib olsa bo'ladi. Ba'zan nurg'un xilma-xil fikrlarni o'tirib qo'ydi. Shunga bu masalada uzun hozircha to'xtalmaymiz deyli. Suhbat jarayonida ba'zi savollarimizni Doktor Erkin Ekrem'den sorayımız. Selamun Aleyküm. Selam. Hürmetli doktor, aldı bilen kıymetli vaxtınızı çıkarıp ziyaretimizi kabul kılganınız için köp rahmet eytimiz. Ben rahmet eytimen. Rahmet. Doktor, hem de aldı bilen biz şunun bilen başlayalım şu. Neçə gündün bu yan Germaniyadan qaytırıb ötülgen Uygur 21 yaşlıq bu Arafat Adil meselesi. İctimai fikir vasıtında bir qolu qozgan mesele oldu. Elə hem elbette nurgun kişiler, halkımız her xil inkaslarda haberlerimizin astığı olsun veya ki bu haberleri xilma-xil inkaslarını bildirib oturdu. Ben o tafsilatqa kirme şunda bir sual sormoqchiman. Tünügün Qurultay TV'de ötküzülgen, Qurultay'ın TV'sinde ötküzülgen, u balı bilen ötküzülgen söhbetini köydüm tafsili halette. Şu ifadeler aldı bilen bir yerde Germaniyanınki elbette onu qaytırıb ötüşü, Germaniyadaki bir devletninki, kişilik hukuk ubudavatkan devletninki, bunda bir Uygur'unu qaytırıb ötüşü elbette hiç kim kabul kılamaydıgan bir mesele aldı bilen bunu bir ta'kidleydi. Lekin bu yerda saqçılarga özününki ahvalini, Türk fuqarası ekanligini, qaytırısı bo'lmaydiganligini bildirgan bolsa-mu, saqçılarning bir şu söhbetde mushu bola bildirgan ifade diqqatimni tortdi hamda. Bu yerda seni qaytırıb etsek, Xitoyga qaytırıb etsek hech qanday bo'lmaydi. Bu nurg'un Uyg'urlarning qaytib kelib yurdi bu yerda. Hatta sen chiqqan aeroplanda Uyg'urlar, boshqa Uyg'urlar bor degan ifodani shu German saqchilarining deganligi buni o'tirib qo'ygan. Demak, bu yerda biz necha vaqtdan buyon to'xtalayotgan shu Yevropa pasportlarni Xitoyning shu zulm yo'q, bizda hamma narsa gullik gulistonlik bo'lib ketdi degan Xitoyning tashviqotiga moslashayotgan Uyg'urlarningkimi, hatto German doiralari tarafidanmi sizlarga unday hech qanday bir tutib so'ygan ish yo'q, chunki berib kelyotadigan o'xshaydi degan bu ifodani buningga bildirishi diqqat tortgan bir nuqta bo'ldi. Albatta bu ya'ni mush menib kelyotgan, berib kelyotganlarning Uyg'ur davosiga keltirgan ziyinni bu yerdan ko'rib olish bo'lamdi yani. Doğru. Yani bu keyinki yıllarda vatanı berip kelgen Uygurlar heli var. Yani Avrupa'dan
Türkiye'gacha, Amerika'dan Kanada'gacha. Xo'sh. Bular bu chet elda bu devletlarga murojaat qilganda, bo'libmi shu panolik til degan vaqtida, ya'ni zulm ko'rganligini Xo'sh. ilgari surib, buni deb qabul qilg'izgan. Bundan keyin qarasa, bular berib kelgandan keyin bu hukumatning, ya'ni qaysi davlat bo'lsa bo'lsin, hukumatning Uyg'urlarga bo'lgan bu ishonchlik ojizlagan gap, ya'ni bu masalada buni ko'rgili bo'ldi. Shuningga bu Uyg'urlar rost gap qilyapti, yolg'on gap qilyapti degan bir gumonliqma paydo bo'ladi. Bu xalqaro munosabatda davlatning bergan ishonchliklar xuddi insonlar orasidagi munosabatda bu ishonchlik berish bu eng muhim bir mesele bu. İşkence berilgan vaqtida xalqlar senga yardım qiladi, işkence berilmagan vaqtida senga unchalik yardım qilib ketamaydi. Shuningga bu ahvol qarag'an chaqda Uyg'urlar bu davlatlarga bergan ishonchlik ojizligini ko'rsatdi. Bu bu panohlanganlar shunda. Misalga Turkiyada ba'zi Uyg'urlar Daeshchi guruhlarga qaytilib, Turkiyada ba'zi xavfsizlik meselelerine aralashib qilib, Türkiye'de mi Uyg'urlarga bo'lgan ishonchlikmi ojizladi. Shuningga bu mesele ciddi bir mesele. Bunu qanday hal qilish kerak? Bu tashkilotlar bir araya kelib, bunu muzokara qilishga to'g'ri keldi. Shuning bu mamlakatga bama, vatanga bama urug' tuqqanni ko'ma degili bo'lmaydi. Bu insoniyatninki bir tarafi bu. Ama bağlandan keyin hozir siz degandek bu ahvol paydo bo'lyotdi. Agar da Germaniyada bu ko'z qarash bo'lsa, ertaga buni Fransiyada, Angliyada ve başka Avrupa davlatlarida bunday ahvollarni ko'rib bo'ladi deb o'ylayman. Balki ularni tushunib bo'ldi deb o'ylayman. Xo'sh. Endi mushu bolaning yana tunugungi suhbatda bergan ifodasida yana bir nuqta var. Bunu Germaniyadan apırıp Xitoyga topshirib beribdi. Xitoy shu chegaradan o'tadigan pasport tam qo'yadigan yerga apırıp bunun pasportini, qog'ozlarini hammasini, ya'ni deport qilingan qog'ozlar bilan birga. U yerda Xitoyga kirib boshda so'roq qilib, bu yerda shu qattiq gap qilgan degan gap ifodalarni bildirdi. So'roq jarayoni shunday bo'layotgandi. Ammo bir telefon kelib qoldi. Telefon kelib, u chiqib ketib, telefon so'zlab kirgandan keyin muomalasi o'zgarib, "Men yaxshi bo'lib qoldi" degan bir ifoda. Va u bola Türkiye'den birisi yoki shu yerdagi Türk konsul telefon qilgan bo'lishi mumkin deb qarayotgan edim. Siz normalde bu siyosiy diplomatik aloqalarda sizki bu yerda Xitoyning qo'lida so'roq qilinayotgan birisiniki Turkiyaninki Beyjingdagi bir konsuli u yerdagi soqchiga telefon qilish ihtimoli mumkinmi? Kim telefon qilgan bo'lishi mumkin yoki Xitoyning shu bexatarlik organlari tarafı telefon qilib bu yerda Xitoy bir changchida o'ynamoqchimi? Siz qanday qaraysiz bunga? Bunun arkasında aslında oyunlar buluş mümkün. Ama o telefonla arka görünüşte nimeler bulup gitti onu belki yaxşı bilmeyim hem de. Fakat Xitay cetten qaraydigan bolsak, Xitay şu Uyg'urlarga qarata bir ma'lumotlarni bir merkezga yig'ish deydigan bir planı var. Bunu Ürümçi merkezlik bütün şu Uyg'urlarga bo'libmi gumonliq bo'lgan Uyg'urlar hakkında nurg'un ma'lumotlarni yig'gan gap. Ve bu chegaradan kirganlarning ichida kirgan Uyg'urlarning shu daraja bilan ayiradigan ahvollar bor. Ya'ni nayta xavif, o'rta xavif ve nima az xavif deydigan odamlarning tizimligi bo'ladi. Bu adamlarninki pasporti shu nimaga kompyuterga kirgan hammotlar o abaqaman degan ma'lumotni bir markazga yig'ish degan yerdan darhol bir javob keldi. Kelgandan keyin buni ya tutadi ya tutmaydi yoki qo'yib o'tib uni kuzatib qiladi hamda kirib bo'lgandan keyin. Misalga ba'zi Uyg'urlarma shu keyingi yillarda Xitoy bizni qilmaydi deb berib tutilib qolgan va Juliusoda tutilib qolgan odamlar bor, ya'ni Uyg'urlar.
Hammasi rahat berip kelgeni yok. Bazıları tutulgan ahvallarını Xoş, xoş. anlavatımız, tuyuvatımız. Hem de bununki arkada bir telefon kep kaldı degini, eğer de bu biz düşüngendek rast bolgan bolsa ve bu şundakla Türkiye taraftan beri kol sağgan bolsa, o vaqtida bu koyuvatgan bo'lishi mumkin. Ama Xitoy agarda buni tutman deydigan bo'lsa, sen burun Xitoyningki grajdanidan hozir men seni xohlagancha tuta olmayman deydigan bir qoidasi bor. Bo'libmi Xitoy shu nurg'un davlatlar bilan nima jinoyatlarni qaytarib berish degan qonunga imzolashgan bular. Bu qonunninki ma'lum moddalarida bu grajdan degan hukmni ishlatmagan. Xitoyning xalqi deb ishlatgan. Xoş. Grajdan bo'lgandan keyin, misolga Turkiya grajdan bo'lsa, sen tutolmaysan. Bu xalqaro qonunga xilof. Ammo kelganni Xitoyning xalqi deb mundaq ifoda qilsa, u xohlagancha tutolaydi. Bu yerda bir qonun nima hukm o'ynashni qilyapti-da. Agarda bu balada unda bir xavf ko'mgan bo'lsa, Turkiya aralashgan bo'lsa, u vaqtida qo'yayotgan bo'lishi mumkin. Ammo Turkiya grajdanı bo'lib, Urumchida va Ishkirlarda tutulib turmalarda yetayotgan nurg'un Uyg'urlar bor. Buni bilamiz. Ammo nemishga Turkiya aralashgan taqdirda bularni qo'yayotmaydi? Bumi bir savol. Hem Xitoy pasportu bilan beriqliqda ham dadir. Xitoyga tushgan vaqtida endi Xitoy pasporti bor. Yani Türk pasportu bilan u yerga tushib, bunda Türk pasporti bilan avatilmadi-da hamda Xitoyga. Şununla bu aksida Türkiye bağımı yok mu bunu bilmeyimiz. Çünkü bu bala hakkında haber çıkandan keyin Kurultay nurg'un Germaniya bo'lsin ve başka kanallar bo'lsin, o'zining bildiğin kanallardan şu meselelerini anlatışqa ve qutquzishga tirishishga başlagan. Ola arka planda nimalarni qildi, kim bilan so'zlashdi, qanday qildi, qanday qutqazdi. O tepsili kısmını belki uçuk demeydi belki. Ama hazırki görüngen ahval şu siz degan bir ahval vardı. Xoş, xoş, xoş. Demek ki bir yerde Xitoyninki o'ylangan bir meseleler bo'lishi mumkin. Çünkü bu nimada Amerikanınki bu EP degan bu nimada ajansda haber çıktı bu. Bu dünyanın en nima tanılgan, bilingen işlemcilik bir ajans bo'lg'achqa bununki haberi bütün dünyaya yayıldı. Ve nurg'un gazetlar farklı tilda mushu haberlarni bergan bo'ldi. Xoş. Shunga bu ish cho'ng'ayib ketmasin deb Xitoy bunga biraz dikkat qildimi, onu mu bilmaymiz. Bazı meselelerini, arka planını, arka görünüşünü belki yaxshi bilmaymiz endi. Yalnızla tahmin qila olamiz shu.